Artrit va artroz farqi nimada? Artrit bu bo'g'imlardagi yallig'lanish belgilari, shish, qizarish, kuchli og'riq, harakat cheklanishi. Artroz va bu bo'g'im to'g'aylarining yemirilishi belgilari, harakatda og'riq, g'ijirlash, qotib qolish hissi, harakat hajmining kamayishi. Eng xavflisi shundaki, bu jarayon bir kunda paydo bo'lmaydi. Bo'g'imlar yillar davomida suv tanqisligi, noto'g'ri ovqatlanish, ortiqcha vazn va harakat yetishmasligi sababli sekin-asta yemirila boshlaydi. Yaxshi xabar shundaki, bo'g'imlarni qo'llab-quvvatlash mumkin. Organizm uchun muhim bo'lgan past molekulyar gialuron kislotasi yetarli suv iste'moli bilan bu moddalar bo'g'imlarni namlashga, harakatchanlikni saqlashga va kundalik faollikni yaxshilashga yordam beradi. Og'riq bilan yashashga majbur emassiz. Agar sizga shu ma'lumot qiziq bo'lsa, gialuron so'zini qoldiring va bu haqda sizga podrobno ma'lumot beraman.